Xotin kelar, tirs. Yurak to'lar juz. Puldan cho'zing, dirs. Ering aytar qiz. Shundoq romantichniy pul so'rashi ham uvol qildi. Ha? Endi umrimiz qisish bilan o'tib ketar ekanda. Ha, endi xalqimiz orasida qiskan boy bo'ladi degan gap bor xotinjon. Unda nimaga men boy bo'lmayapman? Endi xotinjon, sen yaxshi qisa olmayapsan-da. Buni muntazam qisib yurish kerak. Bo'ldi-ye. Menga qarang siz. Kechadan beri bitta gap aytaman deyman, esimdan chiqib ketadi. Nimaga bir haftadan beri telefoningizga kira olmayapman? Telefonimni ochib kirish uchun meni pansha ham kerak. Yurak urishim kerak. Ko'z nurim kerak. 78 ta meni tilimdan chiqqan so'z kerak. Demak, sizni basharangiz bilan xunukgina ovozingiz kerak ekanda. Shunda sizni telefoningizni ochsam nima bo'ladi? Ko'p narsalar rasvo bo'ladi. Shunda telefoningizni ochsam